Bir amalni qilishga avvalo ilhomni, zavqni ham Alloh beradi. Unga mol dunyoni ham Alloh beradi, vaqtni ham Alloh beradi, ixlosni ham Alloh beradi. Unga muhtojni yo'liqtiradigan ham Alloh, uning sadaqasini qabul qiladigan ham Alloh. Har bir ishda shunday birodarlar. Alloh taolo iroda qilmasa inson bitta harf ayta olmaydi. Shuning uchun biz maqtanishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun ham shukr aytamizki, aytishimiz lozimki, Robbul alaminning irodasi ketmasa, banda hech bir amal qila olmaydi. Shuning uchun ham bizning amallarimiz birodarlar jannatga kirishga yetmaydi. Shuning uchun ham biz jannatga amalimiz bilan da'vo qila olmaymiz. Robbul alaminning marhamati bilan da'vo qilamiz.